Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi hemmimizning xazinesi. Tomuz issiqda, cheksiz ketgan qumluqda bir to'p to'ga atiridi qumluqni kesib, nihoyat tezda olg'a ilgirlayotdi. To'ga atiridigilar ham ussaq, ham herib mador qolmagan edi. Eng chatoq bo'lgani ularda sumu qolmagan edi. Demisimi qumluqda suv bo'lmasa, hayot turg'ili bo'lmaydiganligi hammamizning ko'ngliga ayon. Qumluqda suv degan hayotlikning manbasi. Shu paytda butun atrofdagilar ajrat boshliqiga qaradi va ko'zlaridan mag'dursizlik ham ilojsizlik chiqib turadi. Ajrat boshliqi bo'lsa, texmi jiddiylashib, nima qilarini bilolmay temir qolib qolganda kallasiga tuyuqsiz bir aql keldi va yenidagi qapoqni chayqab turib, atrofdagilarga mundoq debdi: "Mendagi bu qapoqda suv bor. Biroq shaharga kirishdan burun hech kimning ichishiga ruxsat yo'q" debdi. Ko'pchilikning bo'lsa hayotlikdan umid uzgan ko'zlari birdilla yo'rib, jallanib ketibdi va bu qapoqda suv bo'ladigan biz cho'qim bu qumluqdan kesib o'tib shaharga yetib bora olamiz deyishibdi. Hammaylar qaytadan irodaga kelib, davomliq olg'a ilgarilabdi. Shunday qilib, ko'pchilik birlikda bir-biriga madad berib, qumluqdan muvaffaqiyatli o'tib shaharga yetib keldi. Bu vaqtda atrot boshliqi qapoqning og'zini ochib yerga to'kkanda, qapoqning ichidan suv emas, bir uchum qum tushibdi. Buni ko'rgan ko'pchilik hayron qoldi. Ham atrot boshliqiga qoyil bo'lib, faqat biz yuragimizdan niyat qilsak, qilolmaydigan, amalga oshira olmaydigan ish yo'q deyishibdi.